Qarang, 10'a 24. 240 metr kvadrat. Güllinski'damiz. Aktyabalavaş bak, şunun yanından girip geləsiz, şöyle oku merkezleri var. Şunun yanında 240 metr kvadrat bo'lgan natural bina satıladi. Buni turar qilsangiz ham bo'ladi. Binanın içine girgenimizin uzun koridor, 3 tane xonasi bor. 10'a, ikinci etaja chiqish xonasi bor. Patologlarimiz. Birinchi etaj polni plita bilan bostirilgan. Bu yoqda bir katta bir xonasi bor. Bundan bir yana o'tib ketsam bo'ladi ekan. Bu yoqdan ham yana katta bir xonasi bor. Hem yerimiz tiyopli pol qilingan. Polni 100%. İkinci etajimiz registr bilan istilinadi. Mening. Bu yerda yana bir xonasi bor. Bu yoqdan bog'ga chiqib ketsak ham bo'ladi. Bog' taraf ham kattagina. Maydoni bor. Bunday lestnitsa chiqib ketish yerimiz, lestnitsasi. Kotyoli shu yerda joylashgan. Birinchi etajda bir dona sanuzel. İkinci etajimizda aynan tarafda yana bir sanuzel bor. İkinci etajimiz registrlar bilan istilinadi. Registrlarni hali paketdan olinmagan hali. Nurt paketinde. Ya'ni bu tarafda. Bir xona sanuzel o'tib ketsa bo'ladi bu yerda. Aynaqi zina tarafiga qaragan. Bu yerda yana bir koridor bir xona chap qo'limizda kattagina. Bu yoqda esa katta bir zali bor. Aynası elde tarafa qaragan. Bu binamız 10'a 24, 240 kvadrat. Pılı 79 bin dolar tuttular. Az mı köpük gelişinden yeri var. Eğer bakça, xususiy klinika yoki bo'lmasa xususiy maktab qilaman desangiz, zo'r. Adresam chotki, ham yonboshingizda уже xususiy maktablar, o'quv markazlari bor. Shular bilan birga совместно ishlab bersangiz ham bo'ladi. Eğer bu binamız size qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu ekrandagi telefon nomerida telefon qiling, bizga aloqa qiling. Keyingi videoda ko'rishganda, ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.